Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Demak, bugun sizlar uchun keyingi ikkinchi darsimiz Gemini sun'iy intellektidan qanday foydalanishni ko'rib chiqamiz. Gemini sun'iy intellektidan matematika ustozlarimiz hamda ingliz tili fan o'qituvchilari yoki bo'lmasa xalqaro SAT sertifikatiga tayyorlanib yurgan talabalarimiz uchun eng kerakli sun'iy intellektlardan biri. Qanday qilib SAT xalqaro sertifikatini Gemini orqali topshirishni o'rganib chiqamiz. Ya'ni imtihonga tayyorgarlik ko'rish maqsadida namunaviy test savollarini ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda Google'ga yozamiz Gemini deb, keyin Gemini saytiga kiramiz. Sun'iy intellektga kiramiz. E'tibor bersang, mana yerda men turgan Google akkauntim mavjud. Shu akkaunt orqali umuman o'zingizning akkauntingiz orqali ro'yxatdan o'tib olasiz birinchi o'rinda. Keyin asosiy oyna chiqadi. Shu oynaga hozir o'zimiz qanday buyruq berish orqali SAT xalqaro sertifikati uchun namunaviy test savollarini yechish oynasini ochilishini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi o'rinda asosiy ekran chiqishini kutamiz hozir. Demak, quyidagi ingliz tilida quyidagi gapni yozamiz. Xuddi shu tartibda yozasiz. Keyin enter tugmasini bosamiz yoki отправить tugmasini bosamiz. Bizga hozir keyingi oynada xuddi shu tartibda sizda ham ochiladi. SAT praktik test deb yoziladi tepasida. Bu yerda xabaringiz bor. SAT ikki turga bo'linadi. Ya'ni imtihoni birinchisi ingliz tilini reading va writing ko'rinishidagisi. Modul ikkita bo'limga bo'linadi. 27 ta savol, 32 minut vaqt beriladi. Ikkinchi modulda ham 27 ta savol va 32 minut vaqt beriladi. Bu bizga hozircha reading va writing qismi kerak emas. Nachat tugmasini bossak, o'sha qismni ham ishlashimiz mumkin. Maths bo'limiga o'tsak, bu yerda ham ikkita modul bor. 22 ta savol beriladi 35 minut va keyingi 22 ta savol uchun ham 35 minut vaqt beriladi. Mana shu qismni ochib, ya'ni nachat tugmasini bosish orqali o'sha bo'limga o'tib olamiz. Demak, bizda quyidagi oyna chiqadi. Ya'ni mana bu yerda показывать подсказки deyapti. Ya'ni savollar ishlangandan keyin agar xato ekanini bilsangiz yoki xato ekanini aytsa, shu haqida shu savolni qanday ishlanishi haqida ma'lumot ham beradi. Yoki ikkinchisida показывать правильный ответ после каждого ответа deyapti. Bu yerda keyingi o'sha ishlayotgan savolingizni to'g'ri yoki xato ekanini, ya'ni xato ishlasangiz, o'shani to'g'ri ekanligini, to'g'risi qaysi ekanligini ko'rsatib beradi. Demak, nachat testni bosamiz. Birinchi savol chiqdi. Men hozir har birini tavakkal belgilab chiqaman, oxirgi natija qanday chiqishini ko'rsatish uchun. Demak, savolni o'qiymiz. Savolni o'qigandan keyin 4 ta variant, pastga tushsak 5 ta variant beryapti bizga. A, B, V, G ko'rinishda. 4 ta variant beryapti ekan. 4 ta variant bittasini tanlaymiz. Dalya tugmasini bosib ketaveramiz. Har biriga istalgan variantni belgilab ketaveramiz. O'qib o'tirmayapman. 5-chi savol e'tibor bering, jadval shaklida, grafik shaklida berilyapti. Bu yerga esa ma'lumotni yozma shaklda yozishimiz kerak. Javobini topamiz, yozmasini yozamiz. Masalan, 12 degan javob to'g'ri kelsa, 12 chiqsa javobimiz 12 ni yozamiz. E'tibor bering, tepasida vaqt ketyapti. 34-minut bizda ketyapti, tuga boryapti. Va shu tariqa vaqt orqaga qarab ketaveradi. Asosiy imtihon ham xuddi shu tartibda bo'ladi ekrani. Ya'ni kompyuterda ishlayotganingizda xuddi shunaqa oyna chiqadi. 7-chi savolga ham yopiq test ekan, yopiq testga javob beramiz. Masalan, 13 deb yozib qo'yamiz javobiga. Shu
ketaveradi. Hamma variantlarni tanlab ketaveramiz. 12-chi savolga ham javob belgilaymiz. 13-chi savol yopiq test ekan. Va 8-chi savol ham yopiq test. Hozir tavakkal javoblarni belgilab chiqyapman, ishlab bitirmayapman. Keyingi savol ham yopiq test ekan. Bu asosan SAT xalqaro sertifikatiga tayyorlanib yurgan ustozlarimiz uchun asqotadi. O'zlarini ustida ishlab olishlari uchun har safar kirganingizda savollar har xil tarzda o'zgarib boraveradi. Demak, отправить bosaman. Mana birinchi modul tugadi. Matematika qismini 20 ta savolni ishlab bo'ldik. Endi ikkinchi modulga o'tamiz. Начать modul 2. Ikkinchi modul savollari chiqadi. 4-chi savol yopiq test. 5-chi savol ham yopiq test ekan. Javob topamiz va yozamiz. On 4-chi savol ham yopiq test. Bunga ham javob yozamiz. 16-chi savol. Oxirgi savolimiz ham yopiq test ekan. Mana javobni belgiladik. Keyin отправить bo'lsak, bizga matematika bo'limimizni necha daqiqada ishlaganimiz, birinchi modulda, ikkinchi modulda necha daqiqada ishlaganimiz va 800 balldan, maksimal 800 balldan necha ball yig'ganimiz haqida ma'lumot beradi. 220 ball yig'ibmiz. Demak, 4 ta qismga bo'linadi. Matematika bo'limini o'zi savollarning o'zi jami 44 ta savol, 22 44 ta savolimiz 4 ta bo'limdan olingan. Birinchi bo'limi bo'yicha 14 ta savol qo'yilgan va 3 tasiga to'g'ri javob berganmiz. Algebra bo'limiga 14 ta savol qo'yilgan, 3 tasiga to'g'ri javob berganmiz. Geometriya va trigonometriyaga oid 8 ta savoldan birortasi javob to'g'ri chiqmadi. Va problem solving data analiz, ya'ni mana bu qismi ko'pincha ahamiyatga ega bo'ladi. 8 ta savol bergan taqdirda ham eng ko'p ballarni mana shundan olishingiz mumkin. Asosan nima uchun? Sababi fikrlash qobiliyatini va o'sha jadvallardan ishlash qobiliyatini aniqlab olish uchun shu qismidan savollar kiritilgan. 8 tadan imkon qadar 6 ta yoki 7 ta ishlashingiz kerak. Endi bu past qismi, ya'ni reading, ya'ni ingliz tilini boshlaysan deyapti. Kerak emas bizga bu hozircha. Mana shu yerda hozir 800 balldan 700+ olishimiz kerak edi. Shu tariqa tayyorgarlik ko'rishlaringiz mumkin. Xalqaro SAT sertifikatiga ham bemalol tayyorlanib sertifikat olishingiz mumkin. Hammaga rahmat.